Chayna house tomlarda remont qilinayotgan uylarni qo'ygan edik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa уже bitish jarayonida. Mana zallarimiz mana aboylardan chiqdi. Mana patlaklarimiz ham bejirim bo'lib oqlandi, tiyagalar aylantirilgan, romlar qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bo'lsa, bu ko'chadan kiraverish eshigi, mana aboy jarayonlari ketmoqda. Bu yoqda vannamiz kafil bo'lib chiqdi bu ham. Esa kuxnya qismimiz edi. Bu ham mana fartiklarni aylantirib qo'ydik. Aboy jarayonlariga kelib qoldik. Mana patlaklar plastik bo'ldi. To'q kontrkatyorlar qo'yildi, tayyor tupli pollar batareyalar qo'yilgan. Joylar tashib ketildi, batareyalar bor, olib qo'yilgan, qo'yib yuboramiz. Aboy qismlari bu yoqda ham spanli qismimizda ham aboylar tugadi. Ustalar jarayonda. Xudo xolasa 3-4 kunlik qoldi. Laminatlarni bitkazsak, topshirib yuboramiz. Ustaga nima dedingiz? Kimga remont xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Nomer qoldiramiz. Xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.